قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 23-darsni o'qiymiz. Ya'ni birinchi qism kitobimizning eng oxirgi darsini o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda shu ilgirki darslarimizdagi grammatikalar so'zlanadi. Xo'sh, shunda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu ath-thalith wal 20, 23-dars. Bu o'qituvchi bilan Ahmadning o'rtasidagi dialog. Al-mudarrisu: "Man anta ya akhi?" Qarindishim, siz kim? Ahmad: "Ana talibun jadidun." Man yangi o'quvchi. Masmuka? Ismingiz nima? Ismi Ahmad. Ismim Ahmad. Min ayna anta? Siz qayerdan? Ana min Pakistan. Man Pokistondan. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Manda 7 daftar bor. U kimning? Hat ya ustaz. Ustaz. Akiling. Hati degan akiling keltiring degan ma'noda. Hada li, bu mening. Wa hada li Muhammad, va bu Muhammadning. Wa hada li Hamid, va bu Hamidning. Wa hada li Ibrahim, va bu Ibrahimning. Wa hada li Uthmana, va bu Usmanning. Wa hada li Yusufa, va bu Yusufning. Wa hada li Talha, va bu Talhaning. Ahada kitabuka ya Muhammadu? Muhammad, bu sizning kitobingizmi? La, hada kitabu Hamzata. Yo'q, bu Hamzaning kitobi. Ayna Aliyun ya ikhwan? Ey qarindoshlar, Ali qayerda? Zahaba ila Riyad. Riyozga ketdi. Wa ayna Yaqubu? Yaqub qayerda? Zahaba ila Makka. Makkaga ketdi. Ayna Ishaqu? Ishaq qayerda? Zahaba ila al-mudiri. Mudirga ketdi. Ya'ni mudirning qishiga ketdi. Mata kharaja? Qachon chiqib ketdi? Kharaja qabla 5 daqiq. 5 minut ilgari chiqib ketdi. Xo'sh, endi qarab boqadigan bo'lsak, bugungi darsimizda shu ilgari o'tgan grammatikalar nayt ko'p uchraydi. Masalan, biz ilgirki darsimizda lamut tamlik deb bir narsani o'rgangan. Ya'ni igidarchilikning lami deb. Bu har qanday ismga kirsa, shu ismning oxirgi harfini zirq qiladi. Masalan, va hada li Muhammadin. Bu Muhammadning. Qaraydigan bo'lsak, lamut tamlik Muhammadga kirdi, Muhammadning oxirisini nima qildi? Zirq qildi. Ya'ni Muhammadning deb bir igidarchilik ma'nosini bildiradi. Hamid, Hamid qum lamut tamlik kirdi, li Hamidin oxirisi qanday qildi? Zirq qildi. Ikkinchidan, endi bu lamut tamlik ismning boshiga kirsa, shu ismning oxirgi harfini zirq qiladi. Xo'sh, endi biz tunugun o'rgangan mamnu' min as-sarf ismlarning boshiga kirib qolsa deganda, biz mamnu' min as-sarf ismlarni qo'sh o'qilmaydi va zir harakat qabul qilmaydi degan. Xo'sh, agar zir o'qilishga tegishli bo'lib qolsa, masalan, li Ibrahim deganga o'xshash lamut tamlik kirib qolsa, bunda bo'lsa zirlikning o'rnida zavar o'qiladi. Masalan, li Ibrahim. Mana bu Ibrahim qanday ismda? Mamnu' min as-sarf. Nima uchun? Bu chet elning ismlari bo'lganligi uchun. Va hada li Uthmana. Qaraydigan bo'lsak, Uthmanga lamut tamlik kirdi. Bu zir o'qilishga tegishli o'rinda hozir. Ammo Uthman mamnu' min as-sarf bo'lg'achqa, bu zir o'qilmay, zirlik o'rnida nima o'qildi? Zavar o'qildi. Chunki mamnu' min as-sarf ism zirni qana qilmaydi, qabul qilmaydi. Xo'sh, Usman mamnu' min as-sarf qaysi xil ismning turiga kiradi deganda, oxirida alif nun bo'lgan xos ismlarga kiradi. Ya'ni kishi ismlariga kiradi. Xo'sh. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ta'ammalil amtilatal atiya. Tuvandagi misollarni muloyiza qiling deydi. Xo'sh. Unda bo'lsa biz harfi jarlardan min, ila, fi, ala o'rgangan. Shundaqlar lamut tamlikni uchun o'rgangan. Igidarchilikning lamini o'rgangan. Xo'sh, endi qaraydigan bo'lsak, bu mashqda bizga nimani o'rgatmoqchi deganda,
Minning ma'nosi dintin degan gap. Ya'ni bu sinfdan, masjiddan, uydan deganga o'xshash. Ammo bu kishining oldiga kelib qolsa-chu desa, masalan, men Muhammad desa nima deymiz? Muhammadtin emas, Muhammadning qishidan degan ma'noni bildiradi. Ilachu g'aqa degan ma'nosi bor. Ammo bu kishi gap qolsa, qishig'a degan ma'nosi bor. Masalan, ila Muhammad desa Muhammadning qishig'a. Xo'p, endi yana bir masala nima deganda, biz lamut tamlikni tushuntirib bo'ldik. Endi shu harf jarlar, mayli lamut tamlik olsun, mayli min olsun, mayli ilova olsun, mayli fi olsun, mayli ala olsun, bu g'ayrimunsarif, ya'ni mamnu' min as-sarf ismlarning beshiga kirsa, bu ismlarning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi, ammo mamnu' min as-sarf zirni qabul qilmag'achqa, zirlik o'rnida nima keladi? Zavar keladi. Masalan, min Zaynaba, ila Zaynaba, li Zaynaba. Qaraydigan bo'lsak, min ismning oxirini zir qiladi, zavar keldi. Mamnu' min as-sarf bo'lganligi uchun. Ila Zaynaba, li Zaynaba. Hamma shunga o'xshash. Kitobi Zaynaba, Zaynabning kitobi. Qaraydigan bo'lsak, bu muzaf, muzafun ilayhlik birikma. Ya'ni Zaynabning kitobi deb kitobni aniqladi. Zaynab qanday qildi? Aniqladi. Ya'ni kitob muzaf, Zaynabcho mudofun ilayh. Mudofun ilayh doim nima qiladi? Zir o'qiladi. Zaynaba deb zir o'qilib qoldi-ku, chunki mamnu' min as-sarf bo'lganligi uchun. Bu Zaynab nima uchun mamnu' min as-sarf bo'ladi? Ayollarning ismlari. Ya'ni ayollarning ismi nima bo'ladi? Mamnu' min as-sarf bo'ladi. Ikkinchisi iqro vaktub, o'qib yozing deydi. Bu sizlarga topshiriq. Birinchisi hadal kitabu li Muhammadin va zalika li Zaynaba. Bu kitob Muhammadning va o Zaynabning. Xo'sh. Qaraydigan bo'lsak, lamut tamlik kirdi Muhammadin deb zir qildi. Lamut tamlik Zaynab kirdi li Zaynaba deb zir qildi. Nima uchun? Bu g'ayrimunsarif bo'lg'achqa zirlik o'rnida nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Zahaba Xolidun ila Ahmada. Xolid Ahmadga ketdi. Ya'ni Ahmadning qashig'a ketdi. Qaraydigan bo'lsak, ila harfi jar, ya'ni zir qilg'uvchi harf. Ahmada asli zir o'qilish kerak ila kirganlik uchun, ammo Ahmad mamnu' min as-sarf ism bo'lg'achqa, bu zirning o'rnida nima keladi? Zivar keladi. Shunga ila Ahmada o'qiladi. Bu qaysi xil ismning turi kiradi mamnu' min as-sarfga deganda, bu vazni fe'l, ya'ni fe'l o'lchimidagi, af'alu o'lchimidagi ismlarning qatoriga kiradi. Zahaba abi ila Makkah va zahaba ammi ila Juddata deydi. Dadam Makkaga ketdi va tag'am nega ketdi? Juddaga ketdi. Qaraydigan bo'lsak, ila Makkaga kirdi, Makkata deb zir o'qildi. Zir o'qilish kerak, chunki ila harfi jar. Nima uchun? Bu g'ayrimunsarif bo'lganligi uchun, ya'ni ayollik qism bo'lganligi uchun. Judda shunga o'xshash. Juddata deb o'qildi, g'ayrimunsarif bo'lganligi uchun. Xo'sh, qonun mushtarafiga diqqat qilgan asosda buni o'qib tarjimasini yozasizlar. Uchinchisi iqro'il kalimatil atiya vaktubha ma'a dabti awakhirha. Tuvandagi so'zlarni o'qing va uni oxirlarini bekitish bilan birga yozing deydi. Xo'sh. Endi bu mashq sizlarga shu mamnu' min as-sarf ism bilan mamnu' min as-sarf bo'lmagan ismni farqlantirishni o'rgatmoqchi. Masalan, Aminatu deymiz. Nima uchun mamnu' min as-sarf ism bo'lg'achqa? Aminatun demaymiz. Qo'sh o'qilmaydi. Min Aminata deymiz. Min Aminati deb demaymiz. Nima uchun? Mamnu' min as-sarf zirni qana qilmaydi, qabul qilmaydi. Li Ahmada, Ahmadu, Uthmanu, min Pakistana, Pakistanu. Ya'ni harf jar kelgan vaqtda har qanday ism omillardan xoli, ya'ni yolg'iz kelgan vaqtda pash o'qiladi. Pakistanu deymiz. Pakistan nundan do'q yo'q. Nima uchun? Bu mamnu' min as-sarf bo'lganligi uchun tanvin kirmaydi. Li Khadijata, Landana, Landanu, oldiga nima kelmaganligi uchun harf jar kelmaganligi uchun Landanu. Ila Bag'doda, Istanbulu, Makkatu deganga o'xshash. Sizlar mushu tarafiga diqqat qilgan asosda buni o'qiysizlar va daftarga yozib oxirga harakat qo'ysizlar. Ya'ni qo'sh qo'shiq tegishlik bo'lsa qo'sh, toq qo'shiq tegishlik bo'lsa toq, zir qo'shiq tegishlik bo'lsa zir, zir qo'shiq tegishlik bo'lsa zir qo'ysizlar. Uchinchisi uktubil adada min 3 ila 10 waj'al kull min al-kalimat al-atiya ma'dudan lahu deydi. 3dan 10gacha sonni yozing deydi. Va tuvandagi so'zlarning hammasini o songa sanalg'uchi qiling deydi. Xo'sh.
Endi 3 masjid, 4 yataq, 5 lunga, 6 ochqo'sh deb har biriga birdan sonni kelib jumla tuzsizlar. Biriga bir. Masalan, thalathatu masajida deymiz. Thalathatu masajida. Thalathatu deb sonning oyonliq shakli keladi. Nima uchun? Masjid erlik bo'lg'achqa. Ya'ni 3 dan 10 qadar sanalg'uvchi erlik bo'lsa, son qana keladi? Oyonliq. Sanalg'uvchi oyonliq bo'lsa-chi erlik. Ham thalathatu masajida deb zabar o'qiymiz. Bu thalathatu tullabin deb zabar o'qigango, u mudofun ilayh shundago. Hamda thalathatu masajida deb zabar o'qishimizning sababi bu masajida mamnu min as-sarf ism bo'lg'achqa, zillik o'rnida nima keladi? Zabar keladi. Tanvin o'qimasligimizning sababi shu. Xo'sh, masajida qaysi xil sabab bilan mamnu min as-sarf bo'ldi? Bu muntahal jumu' shakldagi ko'plik bo'lganligi uchun. Ya'ni alifdan keyin 2 harf kelib, 2 harf qanday bo'lsa, harakatlik bo'lsa, biz buni muntahal jumu' shaklida ko'plik qilingan ism deymiz. Bu muntahal jumu' shaklidagi ism nima bo'ladi? Mamnu min as-sarf bo'ladi. Funduq ko'plikni bo'ladi, fanadiqu. Demak, hammasiga birdan sana akib sanaysizlar va sanagan vaqtinglarda, yozgan vaqtinglarda shu mamnu min as-sarfdagi qoidaga diqqat qilgan asosda sanaysizlar. Xo'sh, savoqdoshlar, unda bo'lsa, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Shundaqla birinchi qism kitobimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ikkinchi qism kitobda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.